Bugun sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan avtomobilimiz hammamizga yaxshi tanish bo'lgan GM zavodida ishlab chiqarilgan. Aniqrog'i Xitoyda mavjud bo'lgan SAIC GM zavodida Rave brendi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu mashina sizlarni qiziqtirishi aniq. Bilasizlarmi nimaga? Chunki uni narxi zo'r va ko'rinishi, qulayliklar ham a'lo darajada. Bugun sizlar bilan Rave M7 modeli. O'rninglarga yaxshilab o'rnashib olinglar. Biz esa boshladik. Rave brendi 2006-yilda SAIC Motor kompaniyasi tomonidan yaratilgan. Avvallari Britaniya modellaridan ko'chirma avtomobillarni yasashga harakat qilgan ushbu brend hozirgi kunga kelib juda ham rivojlanib ketmoqda. Men ushbu brend avtomobillarini Xitoyda o'tgan yili taksida juda ham ko'p ko'rgan edim. Ya'ni ushbu avtomobil brendi aynan Xitoy bozori uchun arzon va qulayligidan o'sha narxiga yarasha mashinalar chiqarib boshlagan. Lekin o'zingizlar bilasizlar, zamon o'zgaryapti, dunyo rivojlanyapti. Hozirgi kunda kichkina startaplar ham Xitoydagi juda ham katta raqobat tufayli katta korporatsiyalarga aylanib ketmoqda. Rave ham mana endi sekin-asta dunyo avtomobil bozoriga shaxdam qadam tashladi va aynan mana shu modellardan boshlab. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda Rave brendining O'zbekistondagi rasmiy dilerlik markazi tez orada o'z faoliyatini boshlaydi va qanaqa avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar bizga birinchi o'rinda uni narxi qiziq. Rave 7 ning O'zbekistonda belgilangan narxi $22,900 dan $24,900 gacha. Lekin eshitishim bo'yicha agarda ushbu avtomobilni siz hozir oldindan buyurtma asosida xarid qiladigan bo'lsangiz, $1000 chegirmaga ega bo'lar ekansiz. Ya'ni avtomobillar narxi sizga $21,900 dan $23,900 gacha bo'ladi. Xo'sh, ushbu pulga biz nima olamiz? Birinchi o'rinda menga yoqqan gibrid tizimi. Avtomobilda 19 kWh hajmdagi batareya o'rnatilgan va kapotining ostida 1,5 litr hajmga ega bo'lgan Atma dvigatel bor. Undan tashqari elektr dvigatellar. Avtomobilimiz old privodli, 298 ta ot kuchi. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich va eng asosiysi to'liq bak va batareya bilan 2000 kilometrgacha masofani bosib o'tar ekan. Bu endi zavod tarafdan berilgan narsa. Meni o'ylashim bo'yicha bizani sovuqlarda, sharoitimizda tez yuramiz, pechkani ishlatamiz, har xil holatlarda taxminan 1600 kilometr va undan sal oshiqroq masofani bosib o'tishi mumkin. Yana bitta qiziq narsa, O'zbekistonda 2000 kilometrgacha yuradigan mashinalar, aynan gibrid mashinalar bor. Lekin ularning asosiy narsasi baki, ya'ni yoqilg'i baki katta hajmda. Bu yerda esa bor yo'g'i 55 litr hajmga ega bo'lgan yoqilg'i baki o'rnatilgan. Keling endi uni tashqi ko'rinishini birga ko'rib chiqamiz. Rave M7 ning old tarafida hozirgi kunda juda ham ko'p trendga chiqib ketgan dizayn, ya'ni bahaybat radiator panjarasi o'rnatilgan. Bitta narsaga e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Mana bu element sizlarga qaysi modelni eslatib yubordi? Men shaxsan uni BMW i7 dan olingan deb o'yladim. Chunki figuralari, ya'ni tuzilishi xuddi shunaqa. Tepada kunduzgi yoritish chiroqlari, LED optika, hammasi juda ham zo'r. Avtomobilimizning uzunligi 4,9 metr. Haqiqatan ham hayotda juda uzun ko'rinadi. Aniq o'lchamlarini ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 19-o'lchamdagi diskalar o'rnatilgan. Ko'rinishiga izohlarda o'zingizlar baho berib ketinglar. Aytgancha oddiyroq komplektatsiyada diskani hajmi sal kichikroq bo'ladi, lekin men buni kamchilik emas, aksincha mashinani yanada yumshoqroq yurishiga yordam beradigan narsa deb bilaman. Avtomobilimizda 360 darajali kameralarni uchratishimiz mumkin. Yon tarafda, ya'ni yon ko'zguda o'rnatilgan. Undan tashqari bu yerda kalitsiz ochish tizimi bor. Ushbu tugmachalar haydovchi va yo'lovchini eshigida mavjud. Orqa ko'rinishi ham o'ziga xos, chiroyli dizaynda ishlangan. Markazda Rave brendi SAIC Vision tomonidan ishlab chiqarilgan optika monoqosh, tuzilishi ajoyib. Orqada parktroniklar va markazda yukxonani ochish tugmachasini o'rnatishimiz mumkin. Aytgancha yukxona elektr privodda ochib yopilmaydi, lekin ochib yopilishi yumshoqqina. Boya aytganimdek, Rave 7 da old tarafda McPherson, orqada esa ko'p tutqichli podveska o'rnatilgan. Juda ham yumshoq avtomobil. O'zbekistonda uni raqobatchisi Leapmotor C01 va menimcha o'sha rasmiy dilerlar tomonidan sotilayotgan BYD Seal 6 yoki Xitoydagi nomi BYD Chin L avtomobili bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsa, tepada aytib o'tganimdek, ikkita avtomobil ham raqobatchilari narx borasida ancha qimmatroq.
Leapmotor C01 menimcha hozirgi kundagi narxi o'rtacha 28 mingdan 30 ming dollargacha. BYD Seal 6 ham shu narxda o'rtacha 30 ming dollar sotiladi. 25 ming, 24 ming dollarga bu avtomobil o'sha ikkala modelga ham tengma-teng, kerak bo'lsa qaysidir jihatlarda sal ko'proq narsa ham bera olgan. Yurishi haqiqatan ham yumshoq. Bundan oddiyroq pozitsiyasi, ya'ni kichikroq diskaga ega bo'lgan pozitsiyasi menimcha bundan ham yumshoqroq yuradi, lekin men uni hali haydab ko'rganim yo'q. Rul boshqaruvi, bu yerda elektr kuchaytirgich o'rnatilgan, ruli juda ham yumshoq. Avtomobil yo'lda o'zini yaxshi tutib ketadi. Old privod bo'lgani uchun men rosa buni burishga, aylantirishga harakat qildim. Xavfsizlik tizimlari yaxshi ishlab beradi. Ya'ni mashina qishda ham, yo'lda muzlab ketganda ham o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Rulda siz o'zingizni ishonch bilan his qila olasiz. Faqatgina bitta maslahat beraman. Xitoydan kelayotgan ko'plab avtomobillar, aynan byudjet segmentga mos avtomobillar yozgi shinalar bilan jihozlangan bo'lib keladi. Bu yerda ham GT Control shinalari o'rnatilgan. Meni maslahatim, agarda siz bu avtomobil egasi bo'lsangiz, uni xarid qilsangiz, menimcha yaxshiroq, hamma mavsumga to'g'ri keladigan yaxshi shinalar o'rnatishingiz kerak. Endi o'zini shinalari bilan o'rtacha bitta mavsum sizga xizmat qilib berishi mumkin. Tezlanishi va tortishiga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz zavod tarafdan berilgan ko'rsatkichga qaraganda 0 dan 100 gacha 7.9 soniyada tezlanar ekan. Maksimal tezligi esa soatiga 185 km. Oldiga o'tish, ya'ni obgon, manyovrlar qilib ko'rdim. Tortishi rostdan ham yaxshi. O'sha gibrid elektromobillarga o'xshab birdaniga tortib ketib qoladi. Mana gaz pedalini oxirigacha bossangiz, ga yopishtirib qo'ymaydi-yu, lekin yoningizda ketayotgan avtomobillardan tezgina o'tib ketasiz va manyovr qilishingiz osonroq. Saloni bo'yicha nima deyish mumkin? To'g'risi, bu pulga yetarli darajada yaxshi salon berishgan. Salon sun'iy charm bilan qoplangan, qattiq plastiklarni ham uchratamiz. Ikkala old o'rindig'ida isitish-sovutish tizimi, orqada bo'lsa faqatgina isitish tizimi. Undan tashqari ruli ham isitish imkoniyatiga ega. Markazda 15.7 dyuymli bahaybat displey ishlashi aytaymi sizlarga nimani o'xshatadi? AITLda Harmony OS tizimi bor-ku, o'shanga o'xshagan tizim, lekin u darajada zo'r bo'lmasa ham qotmasdan ishlab beryapti. Aytgancha, bu mashinani xarid qilganingizda, hozircha bu test drive avtomobili Xitoy tilida, lekin buni xarid qilganingizda rus tili, искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellektlari, ovozli yordamchilari hamma narsasi bilan berilar ekan. Hozir bu narsani yechimini topishdi, faqatgina men sizlarga birinchi bo'lib ko'rsatib berish uchun mashinani ustaxonadan olib ketdim. U tizimlarni keyin o'rnatasizlar, odamlarga mashinani ko'rsatay dedim. Davom etamiz. Rulning orqasida 14 dyuymli uskunalar paneli, faqatgina head-up displey yo'q. Head-up displeyli avtomobil kerak bo'lsa, menimcha ko'proq pul ishlatishingizga to'g'ri keladi. Salonni dizayni ham chiroyli ishlangan. Och binafsha rang va qora kombinatsiyasida. Undan tashqari old panelda qanaqadir bilmayman, oq, qora bir narsa rangli dizaynlarni ham ishlatib qo'yishgan. Deflektorlar ham o'ziga xos uslubda. Umuman olganda haydovchi uchun nima qulayliklari bor? Birinchi o'rinda bu yerda klimat kontrol, ya'ni havoni nazorat qilish tizimi, adaptiv kruiz kontrol, yo'l chiziqlarini ushlab ketish tizimi ham mavjud. Men mashinani taxminan 3-4 kun haydadim. Yo'l chiziqlarini ushlab ketish tizimi bizda zo'r ishlamas ekan. Bu mashinaning aybi emas, bizning yo'limizdagi chiziqlarning aybi. Ya'ni ular hamma joyda ham yo'q. Lekin mashinani hamma joyini qidirib lidarini topa olmagan bo'lsam ham, qana qilibdir mashina adaptiv kruiz nazorat tizimida ishlab ketyapti. Ya'ni oldindagi mashina bilan siz belgilagan masofani ushlab ketadi. Chiziqlarni imkoni boricha bor joylarda yaxshi boshqarib ketadi. Bu to'laqonlik avtopilot emas, lekin uzoq masofadan kelayotganingizda sizni charchatmaslik maqsadida yordam berib ketadi. Va shu joyda kichkinagina minusi, ya'ni salbiy tarafini ko'rsatib ketmoqchiman. Avtomobilda men bilmagan akustika tizimi o'rnatilgan, ya'ni oddiygina dinamiklar. Ovoz chiqarishi ondan taxminan 4-5 ball. Agarda siz sifatli ovoz egasi bo'lish xohlasangiz, menimcha bu yerga subwoofer o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda tepada panorama tom o'rnatilgan. Luki ham ochiladi. Quyoshdan saqlovchi pardasi ham bor. Oddiy luk qilishsa ham bo'lardi, lekin hammasi odamlar uchun, odamlarning qulayligi uchun. Shuning uchun ham Xitoy avtomobillari hozir dunyoda birinchi pog'onaga chiqib ketdi. O'rtoqlar, eng asosiy narsa, ushbu avtomobil nafaqat oddiy haydovchi yoki oilasi bilan yuradigan odamlar uchun, balki yuqori lavozimda ishlaydigan odamlar bor-ku, shularga ham juda to'g'ri keladi. Bilasizlarmi nimaga? Hozir orqa salonda ko'rsatib beraman. Tasavvur qiling, siz har kuni raqamlar bilan ishlaysiz yoki ishxonangizda charchaysiz yoki yana boshqa vaziyat, uzoq masofaga sayohat qilmoqchisiz. Sizda Rave 7 bor va haydovchingiz bor. Shunchaki oyog'ingizni cho'zib dam olib ketmoqchi bo'lsangiz, old o'rindig'i orqasida o'rnatilgan tugmachani bitta bosasiz.
old o'rindiq shundoqqina yotib beradi. Siz bo'lsa bemalol oyog'ingizni cho'zib yotib ketishingiz mumkin. Faqatgina orqa o'rindig'i belini sozlash imkoniyati yo'q, lekin mazza qilib ketishingiz mumkin. O'rtoqlar, hozirgi paytda Xitoyda nafaqat oddiy avtomobil, balki mobil uy yaratishyapti. Ya'ni bu yerdagi o'rindiqlarni to'liq yotqizib, ikkita odam o'tirib yoki oyog'ini cho'zib dam olsa bo'ladi. Qatlagadir sayohatga chiqsangiz, o'rindiqlarni yotqizib qo'yasiz, ovqatlarni qo'yib qo'yasiz, mazza qilib ovqatlanib, oyog'ingizni cho'zib ketaverasiz. Aytgancha, orqa salonni kengligini bitta tekshirib chiqamiz. Orqa o'rindiqda joy kengini. Agarda old o'rindig'i yana sal o'zimga moslab orqaga suradigan bo'lsam, taxminan bir mush joy qoladi. Ya'ni bemalol siqilmasdan ketishinglar mumkin. O'rtada, ya'ni polida tonel katta emas, kichkinagina 3 ta odam bemalol sig'adi. Lekin menimcha bunaqa mashinada orqada 2 ta odam o'tirib ketsa kerak. Orqa o'rindiqlarni isitish tizimini eshik kartasidagi tugmacha orqali yoqib o'chirishinglar mumkin. Undan tashqari tirsak va 2 ta stakan qo'yish uchun joylari ham bor. Agarda siz ishga ketayotgan bo'lsangiz va mashinaga yangi dazmollangan kiyimingizni ilib qo'yaman desangiz, kiyim ilgichlar ham nazarda tutilgan. Ushbu avtomobilni xarid qilganingizda nima xarajatlaringiz bo'lishi mumkin? Yuqorida aytib o'tganimdek, akustika tizimiga ozgina xarajat qilasiz. Agarda xohlasangiz, shinalarni o'zgartirasiz, xohlamasangiz o'zi ham yaxshi, yomon emas. Diskalarni o'zgartirish shart emas. O'zining diskalari juda ham chiroyli. Broneplyonka va tonirovka boshqa xarajati yo'q. Mana salondagi dizayn, qulayligi, hamma narsasi bor. Ko'p mashinalarni olganida odam pul tiqaveradi, ayniqsa o'zimizning mashinalarda. Malibu Roll, Malibu Bar bir narsalar qilishadi. Bu yerda o'zini narxiga yarasha hammasi juda yaxshi yig'ilgan. O'ylashim bo'yicha Rave brendi uni avtomobillari qanaqadir e'tibordan chetda qolgan va oxirigacha yaxshi baho berilmagan. Menimcha modellar ko'p bo'lgani uchun ham boshqa modellarga odamlar e'tibor berib, bu model sal e'tibordan chetda qoldi. Har doimgidek men sizlarga yangi avtomobil haqida iloji boricha to'liq ma'lumot va o'zim his qilgan narsalarni gapirib berdim. Agarda sizlarga mashina yoqqan bo'lsa yoki qanaqadir kamchiliklarini sezgan bo'lsanglar, albatta izohlarda yozib ketishinglar mumkin. Aytgancha, bundan keyin qanaqa mashinani to'liq videosini ko'rmoqchisizlar? Shu narsani ham albatta yozib ketinglar. Keyingi safar yanada sifatli va yanada to'liq ma'lumotga ega bo'lgan video obzorlarimizni sizlarga tayyorlab beramiz. O'rtoqlar, mashina to'g'risi bu narxga menga yoqdi. Kimga qiziq bo'lsa, men pastda havola qoldiraman. Rasmiy dilerlar bilan bog'lanishinglar mumkin. Barcha ma'lumotni mendan ham to'liqroq qilib ular sizlarga berishadi. Agarda imkoniyati bo'lsa, bemalol test drive qilsanglar ham bo'ladi. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov va bugungi qahramonimiz Rave 7 bo'ldi. Keyin ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, xayr.